Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Din ve hayat namlı sohbet programımızın nöbetlik sanıda fitret ve adet degan temada toxtalamiz. Programımızın bugünkü sanıga Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği azası Ustaz Muhammed Yusuf Qarajimdan teklif kıldık. Qarajim, programımıza hoş geldin. Rahmet Allah razı olsun. Programımızda fitret degan nima, adet degan nima degandan başlasak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fitret degan Kur'an-ı Kerim kullanılan bir söz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kelgan. Fitret insanın aşı tuğulgan, aslidagi tuğulgan pak haleti deganlik o'tganda, pak tabiati, pak haleti, tabiiy haleti burun tuğulgan vaqtiki. Bunu da meyli Müslümanның balası olsun, Hristiyanның balası olsun, Urusның balası olsun, İngilizning, Arabning, Uyg'urning, Türkning qanda bala olsun, aşı bal tuğulgan vaqtida aşı İslamni qabul qilishga hozir bo'lgan holda, naydi pak tabiatda tug'ildi ekan. Bu fitratning xususiyati nima desa, bu yaxshilikni suydigan, yomonlikni yomon ko'radigan, zulmni yomon ko'radigan, adolatni yaxshi ko'radigan, yaxshi ish qilishni yaxshi ko'rgan, yomon gunoh ishlarni yomon ko'radigan. Mushu xislat har qanday balda tug'ilgan balda bo'ldi ekan. Buni hamda arablar mubarmaji deydi. Biz bundaqa kompyuterning mingiskiga ep qo'yganda programlangan bo'lgan har qanday odam tug'ilgan vaqtda hammasi pok. Shunga kimning balasi bo'lsin, ash balog'atga yetguncha ash bala gunohdan pok deymiz ayna. U balla shunda ma'sum, shunchalik hamda yaxshilikni suydigan, yomonlikni yomon ko'radigan shunda bo'ldi ekan. Ammo keyin mushuni saqlab qolish masalasi hamma inson uni saqlab qololmaydi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan kullu mavludun yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yunasran aw yunajjisani deydi. Har qanday bola islomni qabul qiladigan holatda, ya'ni shu pok tabiiy holatda tug'iladi. Uni ota-onasi ya xristian qilyotdi, yoki yahudi qilyotdi, yoki atashparast qilyotdi. Endi ota-ona, jamiyat, do'stlar insonni ayda o'zgartiradi. Asli mushu fitrat, ya'ni insonning tabiiy shu tug'ilgan vaqtdagi tabiiy pok holati Alloh taolaning qonuni bilan %100 munosib kelgan. Chunki u insonning fitrati, insonning tug'ilishdagi holati yaxshi ish qil, yomon ish qilma, yaxshilikni so'y deydi. Insonning vijdoni ayda deb turadigan gap. Alloh taolaning qonuni yaxshilikni suydigan, yomonlikqa qarshi turadigan, zulmni yomon ko'radigan, adolatni yaxshi ko'radigan ashunday hamda insonning fitrati shu. Ikkisi shunda munosib keldi. İkisi shu %100 munosib keldi. Lekin insonlar uni shu fitratdan chiqib ketdi hamda. Qanday chiqib ketdi deganda, masalan bunda bir hikoya bor. O'rta asrlarda İtaliyaning podshohlaridan bir podshoh bu Mısırlıqlarmı bunda piramida yasab, bunda o'zi uchun bir xotirni qoldirib qolibdi. Men bir xotir qoldirishim kerak deb, mushu shaharningki kirish eg'iziga ikki dona rasm sizdirib qo'yibdi-da. Bir perishtaning rasmi, birisi shaytonning rasmini sizdirmoqda ekan. Nayt usta, davlatdagi eng usta rassomni akilib, shuniga taklif qildi ekan. Avval sen bir periştinin resmini sizgin, bir şeytanın resmini sizgin, onu muşdaq bir yadikar qilib, bizden kinkilerge bir hatır qilib qaldırımız deb şurada depti de. Degandiki bu adam meni ketip bir 5-6 yaşdaki daha çıraylı, illik şurada külüp durgan bir balını uçurtup, o balını atanan qışqa meni başlap apağını apırıp, bana bir resmini sizmoqchidik, bunda padişahning emri etdi, ruxsat qilamsizlar degan maqda ruxsat qilgan resmini siz deganda shunda illiq hamda farishtaga o'xshatib rasmini sizgan. Sizib, undan keyin ham navbat hamda shaytonning rasmini sizmoqchi. Shaytonning rasmini sizman deb shu psixologiya doktorxonalarga, ayna ma'nat yerlarga, haroq sharob ichgan yerlarga, qima o'ynalgan yerlarga, eng ma'nat yomon yerlarga berib adam izlabdi. Shaytonga o'xshatgan bir odamni, ya'ni tapamaptı, yani o'xshatamaptı da. O'xshatamay shuni umi zirkib aralıqda davlatninki boshqalar bilan urushish degandek boshqa bir ichki tashqi nizo degandek bir ishlar bo'lib 20 yilgacha unutilib qoldi u. 20 yildan podshoh yana esi kelib, "Ash rasmni men birini sizib bo'ldim, birini sizdirmasam, men vafot bo'lib ketsam, men yerim qoldi" bu deb rassomni yana akilib, "Sizisam ana" deb besim qilib, "Sana jahasi pul beraman" deb qilgan ekan. Bu rassom endi sizmasam bo'lmaydi ekan deb shahar izlab yurib
nadicik izlep bir gün bir ko'chada ketib qolsa, bir axlat duyusining yanında bir haraq şişini g'ajab o'tirayotgan, chashlar degan tuppa aralash budur-budurlab ketgan, yuzlari qop-qora bo'lib ketgan, ma'nat desa ma'nat, shundoq bir ma'nat odamni uchirtibdi. Uchirtib, yeniga kelib, sizning rasmingizni chizib olsam, agar sizga pul versam, ma'qul demsiz? Ma'qul deyotgan. Zaten uning pulga ehtiyoji bor, haraq elib ishkili boshqa binas yo'q endi. Qilganligi ma'qul deb o'tirgan rasmini sizib yerimlashgan vaqtida bu rasmi sizilgan odam yig'lab ketayotganda to'xtab rassam, siz nima ishga yig'laysiz? Bunda yig'lasangiz, men rasmni chizolmayman. Xumaringiz kelib qoldimi, haraq ishingiz keldimi, tamaki chekingiz keldimi, nima bo'ldi desa, siz meni tushunmadingiz, men uningga yig'lamayman. Men shu bir ishga yig'laymanki, buningda 20 yil burun siz mening rasmimni chizgandingiz. Shu chaqda men perishta edim. Perishta deb sizdingiz meniki rasmimni. Endi hozir shayton deb sizni. O'sha odamning o'zi men. Jamiyat, oila, do'stlar meni mushunda o'zgartirdi deb aytganda, shu Alloh taolo Qur'on Karimda fa'aqim vajhaka lid-din hanifa fitratallohi allati fatara an-nas 'alayha la tabdil li xalqillah zalika dinul qoyim walakin aksarun nas la ya'lamun deydi. Alloh taolaning eng to'g'ri dinga ergashganki, Alloh taolo insonlarni ashu din bilan yaratgan, ya'ni ashu fitrat, ashu dinga e'tiqod qilgan fitrat bilan yaratgan. Allohning yaratganini o'zgartirishga bo'lmaydi. Ya'ni o'zgartmay saq holatimizni tursak, eng oxirigacha hech qanday ziyon tortmaymiz biz. Lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi deydi. Payg'ambar alayhisolamning degan hadisi shu, insonniki shunda pak tug'ilib, jamiyat, ota-ona, do'stlar, shuningki muhitning o'zgartirib o'tganligi. Asli insonni dedik-ku, yaxshilikqa, adolatni suyishga, yaxshi ish qilishga, yaxshilikqa programlangan holda dunyoga keldi ekan. Endi bu dunyoga kelgandan keyin insonlar shunda o'zgartirib o'tib, aynan nima qildi? Endi buni masalan, buni bir misol keltirsak, bir mashina taqqa chiqitgan mashinalar var, jip mashinalar var, yo'g'on chaqliq taqqa chiqitgan mashinalar tashliqladim, ay mingiverdi, taqqa chiqdi. Ama normalde shaharda mang'adiganda, isilmada mashinalarni taqqa ishlatsam-da, o mashinaning ya bir yeri sinib ketdi, ya bir yeri bir qanday bo'ldi ish qilib. İnson shu yaxshilikqa yaratilgan, yaxshi ish qilishga, adolatni suyishga, to'g'rilikqa, go'zallikka yaratilgan, bu uning ta'tirisini qilgan vaqtida inson o'zi bir aram bo'ldi. Masalan, buning bir aram bo'lishining misollari, masalan, inson gunoh qilgan vaqtida, har qanday inson gunoh qilgan vaqtida bir aramlik his qildi. Masalan, bir odam o'zining ayoli bilan yo'lda ketib qolgan vaqtda qo'l tutishib mangan bo'lsa, rohat. Ammo boshqa bir o'ziga halol bo'lmagan bir ayol bilan mangan vaqtida dakki-dukkida ingib qarab mangdi masalan. Endi o'zining pulini yanchiqni rohat chiqarib xaylgan odam rohat chiqarib xaylaydi. O'g'rilik qilgan odam pulni xaylashda ingib qarab qo'qab xaylaydi masalan. Onundan keyin masalan birisi o'zining imzosini qilmoqchi bo'lgan odam rohat o'zining shat qildi. Boshqa birisining imzosini yolg'ondan qilmoqchi bo'lgan, yuragi pok, qo'llari titrab qildi. Masalan, to'g'ri bo'lmagan bir ishni qilgan vaqtida inson bearam bo'ldi. Nimishqa? Chunki bu xato ishga programlangan o. Asli yaxshi ishga programlangan uning mengisi. Shunga aya kelgandan taqqiday qiliblar xato bir ishni qilgandan o'zi bearamlik his qildi-da. Mushu bearamlik hamda bu ishchili bo'lgan bir vijdonning nimasida? Bu vijdon insonda har qancha vijdoni tugab ketadigan insondimi? Ash vijdon degan har qancha biz susturduq deymiz ya masalan. Bu shu o'zirlarni aytib masalan bir yomon ishni qilib bo'lib biz uni o'zirlarni nima qilib biz masalan bir odam bir do'konda ishlagan bo'lsa, do'konda ishlagan xo'jayinga ko'rsatmay pulisini xaylab, uning xo'jayinining pulisini elib, xiyonat qilib, ko'ngilda nima deydi desa, bu menga pulni oz berdi, maoshni oz berdi, jiq ishlatdi. Anda olib elib xaylasam bo'ldi men deganga o'xshash o'zini shu Qur'on Karim deydi. Balil insan ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. İnsan o'zininki vijdoni, insonning vijdoni o'zininki qilgan gunohini shohid biladi, o'zining qilgan yomon ishni. Har qancha shu o'zirlarni nima qilib ayda qilsa-mu, lekin o'zininki nimasiga o'zi guvoh bo'ldi, o'zining ziniga o'zi guvoh bo'ldi deydi-da. Vijdonni biz har qancha besib ayda nima qilsak-mu, bir yerda ish qilib shu fursat topgan vaqtida vijdon o'zini oshkor qildi. Endi vijdonni faqat shu
tugab ketgan bir insonlar bor. Masalan, uningda hech qanday yaxshilik, yomonlikning hech qanday farqi yo'q. Endi buni nimada psixologiya ilmi psikopat deydigan turklar psikopat deydi. Bizdan faqat vijdonsiz deymiz. Faqat yo'qlab ketgan. Lekin fitrat faqat yo'qlab ketmaydi, kumilab ketsa-mu yo'qlab ketmaydi. Masalan, nima bir oyat bor-ku, fa iza rakibu fil fulki da'vallohu mukhlisin lahuddin deydi. U kafir, Allohga ishonmaydi. Lekin u nimaga paraxodga kirib dengizda mangan vaqtida paraxod o'rilib ketgan qopqa vaqtida Allohga duo qilib bizni qutqazgin deydi. Aşı chaqda bu fitrat aşı tashlab chiqadi-da. Ashunda ya'ni joyida qo'llanilmaganligi uchun insonlarda shunday baxtsizlik, ko'ngilsizlik bo'ldi. Agar biz aşı programlangan bo'yicha yaxshilikni mengib, adolatni suydigan, haqiqatni suydigan, to'g'rilikni suydigan, durustlikni suydigan ashunda bo'la olsa, söygəndək aşında bulalısang, insan heç qandaq bu dünyada, ahirette heç qandaq bir caba, muşaqqat yoki iztirab, xafilik his qilmaydi da. Ulaika lahumul amnum va hum muhtadun deydi şu oyatda. Ayda top doğru yolda menib Allah'a şirk keltirmay to'g'ri manganlar aşı xotirjamlik aşılağı mansub. Dünya ahirette xotirjamlik aşılağı mansub deydi. Endi ma odatga kelsak, odat degan ügünüp qolgan, hamda ügünüp üzünü adetlendiren, üzünü köndegan bir işken hamda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el hayru adetin deganda, yaxshilik odatdir degan. Anda degani shu har qanday bir yaxshi ishni odat ügünish orqali odat qilib olg'ili bo'ldi deydi. Ulamolar, islom ulamoları har qanday bir ishni 40 gün davamlaştırsa 40 günde bu adetga aylanadi. Psixologiya olimlari 21 kunda deydi. Tamam 21 gün bilan 40 günning ichida bir ishni masalan atdiganda namoz bandatni vaqtida o'qish masalan addesemde. Bir ishni o'zining vaqtida qilish masalan deganga o'xshash ayda bir yaxshi bir odatni men yetildiray deb ayda nima qilsam masalan ashuni bir qancha kun 21 kundan 40 kungacha masalan har qancha o'ndan qopolmayotgan bolalarni ashuna qilib bir kun desang uni ayda kundagil bo'lgan. Bu ham tajriba ham ash olimlarniki ayda deganimizda. Endi odat to'g'risida bunda bir hikoya bor. Bir odam men dünyani o'zgartma. Dünyada haqsizlik, nohaqchilik, shunda zulm, jabr shunda men dunyoni o'zgartman deb ayda so'zlabdi, binasini yezibdi, harakat qilganki dunyoda hech kim o'zgarmabdi, uniga bir kim yaqinmi kelmabdi. Anda men dunyoni o'zgartaman degan, o'zining davlatini o'zgartay deb o'zining davlatiga xitob qildi. Yani insan yani cem anladım ben üzerinin şehrini, tuğulgan şehirge berip nutuklarını sözler, adamlarını çağırıp olsa birinci günde 70 adam gelgen olsa, ikinci günde 50 adam, üçüncü günde 30 adam kaptı. Şunu ümit üzüp yani bu adamla yana bulmaydı geldi. Üzerinin tuğulgan mahallesi barayandı da mahallesi barsa o mahallesi adamın hemmesi elki şehirge gitip kaptı, onu tanıyacak adam yok yani. Bir sözler biz sizni tanımayımız deyken, şu da bu adam şu aralıkta 50 yaş kirip kalıp 30 yaşta başlap. 50 yaş kirkendikken, ben dünyanın eşkinanlarını özgertememeyken, avval üzemini özgersem bulurken de, yaxşı adetlerini berpa kılıp, üzemini özgertey de, durust gap qilishga, yaxshi ish qilishga, to'g'ri ish qilishga, vaqtida ish qilishga, yolg'on aytmaslikqa deganga o'xshash yaxshi prinsiplarni belgilab, o'zimni o'zgartay deb, o'zini o'zgartib menapti. O'zini o'zgartgandan keyin insonlar o'zligidan unuga kelib, agishib, ayna bo'libdi-da. Demak, bir odatni ashunday davomli oqoqini ayna zirikmay ayda qilish orqali bu insonniki bunda tuymayla, his qilmayla qilgan bir ishga odat bo'lib qolgan. Shu odat degan shu his qilmayla qilgan bir ish odatgan endi. Shunga yomon ishni emas, yomon ishni hargiz odat qilmaslik kerak, yaxshi ishni ashunda odat qilib olish kerak ekan endi. Allah razı olsun, hakikaten güzel bir uçuklama oldu. Endi qanday qilganda o'zimizning shu asli fitratimizni saqlab qola olamiz, bu vaqtda bir tushuntirgan bo'lsa. Endi asli fitratimizni saqlab qolish uchun mush oiladan boshlanadi yana. Oila bolalarning birinchi maktabi, eng ishonchli maktab. Biz maktabni nihoyatda cho'ng bilamiz, endi maktablarni cho'ng bilamiz, masalan, oilalarni ko'zga ilmay keldik bu chaqincha. Oila birinchi maktab. Onundan keyin maktabda, oilada bolalarni o'zimizningki milliy an'anasiga islom, din, halol, harom, axloq, hammani kallasiga singdirib, shuni amaliyotda biz shu nimasini o'rnigini ko'rsatib ayna qilgandan keyin biz kallasida bo'lgan fitrati bo'lgan programmani kuchlantirib, ani amaliyotda nimaga sog'an bo'lamiz ekan? Amaliyotda harakatga sog'an bo'lamiz ekan, shadin boshlandi ekan bu. Demak,
İslamның ko'rsatmasiga bay dedik-ku, İslamningki qonunlari, İslamның qonuni insonning fitratiga %100 moslashidi, munosiblashidi. Ammo insonning tabiati unga munosiblaşmaydi, ba'zida zidlashidi. Masalan, inson tabiati atdiganda bomdod vaqtida uyqu shunda tatliq uxlasam deydi. Ammo u nima? Ma fitrat atdiganda ashunda vaqtida uyqungni kechib Allohga ibodat qilgan, Allohning haqqini ado qilgan deydi masalan. Ashunda zidliklar. Ammo fitrat bilan Allohning qonuni hech qancha zidlashmaydi ekan. Anda bo'lganda ekan biz Allohning qonuni bilan to'p-to'g'ri mang'alsak, oilamizda, maktabda, jamiyatga chiqqandan keyin hamma yer ash qonun bilan mang'alsak, ash fitrat bilan mang'amalamiz ekan, fitratni saqlab qola olamiz ekan. Birdan-bir saqlab qolgan Qur'on, hadis fitratimizni saqlab qola oladi ekan. Hakikaten güzel. Uçuklam oldu. Allah razı olsun. Hem de öz fitretini saklap qalgan adamdan ki qanday bo'ladi bunun bir örnek ver. Ha, öz fitretini saklap qalgan adam to'g'risida Qur'on Karimda bunda bir oyat bor. Sibg'atalloh va man ahsanu minallohi sibg'ata va nahnu lahu abidun deydi. Allohning endi oyatning tarjimasi bunda hamda. Allohning bergan rangi bilan, Allah bergan rang bilan biz buyandık. İslamdan ibaret Allah bergan rang bilan bütün hamma a'zoyimizni buyduk, ichki teshimizni buyduk. Allah'ның rangi bilan, İslamdan ibaret Allah'ның rangi bilan buyangan adamdimi, yaxshi adam bormi? Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz degan gap oyat. Bu oyatning tushish, nozil bo'lish sababi haqida Ibn Abbas roziyallohu anhu munda deydi. Hristiyanlarda bir bola tug'ilsa, Hristiyan oilasida 7 kunlik bo'lganda uni muqaddas suvda bir suv bilan amudi deydi arabchada, ma'mudi deydigan arabchada, u inglizlar o'zining tilini nima deb ataydi bilmayman. Shu suv bilan 7-kuni bolani yutgan. U suv seriq rangli qilgan o'sini, seriq rangli qilgan shu suvda yunib bo'lganiga bu jin Hristiyan bo'ldi, bugunda haqiqiy Hristiyan bo'ldi deydigan. Aşınığı raddiya asasda Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlarını andağılığı suğulan rangda bu yaşının hiç haceti yokmuş. İslam diyen en yakşı rang, İslam'ını için, tişin, hareketin, ahlakın, yürüştürüşün, gepsizin, hemmede bu İslam'ını tatbik kılıp İslam'ını yaşasan, sen muşunun buyangan bulursan, aş Hristiyanın ay rangdı mı belki yakşı buyunup İslam'a hakiki mensup olgan bulursan deyip ayetini Allah Teala nazil kıldı. Demek şu İslam'a Udhulul silme kafe deydi o şu an Kur'an-ı Kerim'de. Yani sizler dinga üzerindeki paylık yanıgını elip paylık emasını taşlatmayı hemmisini kabul kılınıp bütünley kirinle dinga. Yani içki, teşi, ahlakı, yürüyüştür hemme nesimiz İslam'ın tatbik kılalıgan vaxtıda biz aşu Allah Teala'nın ki aşu fitret bilen yaşayan bulumuz gelemdir. Hakikaten güzel. Allah ilimlerini takım ziyade kılsın. Bu programımızın görürmelerimiz için faydalı kıplasın. Hürmetli görürmeler vakit münasebet bilen programımızın bir adı ahırlaştırımız. Köngül koyup körgünün için köp rahmet. King sallallahu qayt uçuruş ümidi bilen her birinle bilen hoşlaşımız. Hayır ve selamet bulunla. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.